Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men Abdulaziz Beshto'g'roq İstanbul'dan sizlarga Allohninki jannat salom bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salom bilan birlikda şu imamlar ve sultanlar degan kitaptan birlikte bir 5-10 bettin bir nas o'qib kelayotgan. Bu necha kunning yanğısı İstanbul'un havası acayip isib ketgandi. Bugün möldür yig'ib xudo osmonning bir yeri teshib ketgandeklam qattiq suv yig'ib, yomg'ir yig'ib, möldür yig'ib ko'chalar suvga hingib ketdi. Bir yarım saatning ichida xudo to'pon balası bo'lgandek bir halga keldi, qadrli qarindoshlar. Bu jarayonda xudo Qur'oni Karimda bir oyat var, o insonlar o'ziga yaxshilikni tilayman deb o'ziga yomonlikni tilib oladi degan o'xshagan shunday bir mazmunda bir oyat var, ism kelmadi nimasi. Hazır hamda ben şu İmamlar ve Sultanlar degan kitaptan kelgan yerimizni davomlashtirib o'rganaylik, qadrli qarindoshlar. Vaqtimiz mo az. Yani İmamlar ve Sultanlar degan kitapning o'zi 282 bet. Biz hazır 40. betki nubuvvet ve seltenet deganni o'tgan soatda birlikte o'rgandik. 3. halkımızda. Endi 4. halkımızda halifelik ve seltenet deganning degan mazmunni başlayımız. Bir yerde şu 55. 56. 57. betkiçe bir mazmunken oturdu ma'lum muvafiq bir mazmun kelgancha to'xtatamiz. Asli 5 betdan planlagan. İnşallah bek uzurab ketmez, qadrli qarindoshlar. Halifelik ve seltenet. Allah'a qasam qilamanki, men xalifami yoki sultanmi hech bilmadim. Agar sultan bo'lsam, halimga voy. Umar bin Xattobning gapi ekan. Rasululloh agar to'liq amal qilib ijro qilsa, saltanatning hech qanday bir turiga o'tib ketishiga yo'l qo'ymaydigan bir ölgülük hakimiyet şeklini miras kaldırgan idi. Bu ölgülük hakimiyet şeklinin roşen alayetliklerini Resulullah icraatlarından kürüp algılı buludu. Nebevi halifelik yaxşı emeller üstüde yükselgen idi. Raşid ve Murşid halifeler devrinde hiç kim Resulullah koygan bu sistemiga dahli qilishqa, sisteminin ulunu lingiştişqa ve saltanatini tikleşke cüret kılalmadı. Murşid halifeler bundaq bir ahvalni sezgen haman qarshi turatdi ve yoki jazolaydi. Abu Bakr radhiyallahu anhu Beni Said saqifasida sahabalarning bayiti bilan halifelikka saylangandan keyin hech kim uning qo'lidan halifelikni zo'rliq bilan ilib olishga petinolmadi. Gerçi Sa'd bin Ubade radhiyallahu anhuga o'xshash bay'at qilmaganlar chiqqan bo'lsa-mu, lekin Abu Bakr radhiyallahu anhuning xalifaligiga qarshi harakatga tashabbus qilmagan edi. Ali radhiyallahu anhu barliq kuch ko'rsatishlarga qaramasdan ummatning tanlashiga va qabul qilishiga hurmat qilishda ching turdi. Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhuning saylimi nayt xatarlik bir mezgilda elib berildi ve keskin bir saylam bolgan idi. Bu saylamning bir uslub şeklida keyingilarga o'lgu bo'lolmaydiganligini Buxoriy naql qilgan Hazreti Ömerning tuvandagi so'zlaridan bilalaymiz. Agar o vaqtda bundaq keskinlik bilan xalifelik masalasini hal qilayotmagan bo'lsam, meclisning so'zini uzatib, kengash bilan vaqtni boshqa o'tkazib o'tish ehtimolimi bor edi. Bu ahvalda netijaga rozi bo'lish bizga bekma tez kelgan va iziga tushirish mumkin bo'lmaydigan hodisalarga duch kelgan bo'lardik. Hazreti Abu Bakrning xalifaligining bir qatimda hal qilinishi buning kelgusida umumyuzlik bir qoidaga aylanib qolishini taqozo qilmaydi.
Hazır siz onun okşaydigan zatını qayerden tep saylaysız. Musulmonlarning keng ishi bo'lmasdan birisi chiqib boshqa bir shaxsga bay'at qilmoqchi bo'lsa, bundaq ahvolda bay'at qilguvchi ham o'zini, ham bay'at olgan kishining go'rini tayyorlagan bo'ladi. İbn Qutayba al-Imama va siyasa degan kitobdan, undan İbn Hajarninki Fathul Bari degan kitoblardan olibdi, qadrli qarindoshlar. Bunun bilishki bo'ladi ki, Hazreti Ömer İslami siyaset prensiplerinin zidilinişinden ensirgen ve bunu kapalatga ega qilish uchun shura, ya'ni kengashga tayangan bir boshqarish sistemasini muvofiq ko'rgan edi. Hatta shura tuzumini zidilaydigan qilmishlarni eng qattiq shaklda jazolantirishni tavsiya qilib, varisga tayangan saltanat yo'lini itib tashlagan edi. Öz oğullarının xalifelikka namzat bo'lishini manni qilishi, varislik tuzumiga tayangan saltanat sistemasiga qarshi qayturgan inkosining eng tipik misali edi. Hazreti Ömer şehit qilingandan keyin o'zini xalifa qilib tikilmoqchi bo'lganlarga Hazreti Ali, bu ish bundaq bo'lmaydi. Sizlarning bundaq qilish huquqinglar yo'q. Xalifaning saylanishi shura ahli va Badr ahliga taalluqdir. Ular kimni xalifa qilib saylasa, shu xalifa bo'ladi degan edi. Bu İbn Qutaybaning rivoyati edi. Tabari Hüseyn bin Ali'dan o'xshash bir voqeani mundaq rivoyat qiladi. Osman öldürülgende dadam bilan birlikte uyga keldik. Resulullah'ın dostları onun gelip mundaq dedi. Bu adam Hazreti Osman öldürüldü. Şüphesiz insanlığa bir imam, yetekçi lazım. Başqurish işide sendinmi yaxshiroq ve Resulullah'a tuqqanchilikda seningdinmi yaqinroq birini tapalmaymiz. Bundaq demanglar. Mening vazirlikim, emirlikimdan texmi yaxshiroq. Yo'q, undaq emas. Allah bilan qasamki, biz sana bay'at qilamiz. Bay'at masjidda, xalqning huzurida, musulmonlarning roziligi bilan bo'ladi. Hergizmi xufiyani bo'lmaydi. Bunu Tabari tarix asridan olibdikin. Bunun shuni ko'rib olishga bo'ladi ki, Hazreti Ali musulmonlarning uning xalifa bo'lishini xohlaydiganligini bilgan bo'lsa-mu, shurani zo'ravonlikqa aylantirib etadigan kichik bir ehtimollikmi yo'l qo'ymagan. O'zidan keyin o'g'li Hasanga bay'at qilish uchun uning oldiga kelganlargimi, buning ummatning kengashi bilan hal qilinganligini ta'kidlagan va boshdagi pozitsiyasidan voz kechmagan. O'g'illarining eng oxirgi qatim vasiyat qilganda bir zotning: "Ey Amirul Mu'minin, nimishqa valiahd, ya'ni taxt varisi tayin qilmaysiz?" degan savolga mundaq javob bergan edi. "Men musulmonlarni Rasululloh qo'yib qo'ygandek qo'yib qo'yman." İbn Kesir el-Bidaya ve Nihayede müşnada deb ilinibdikin, şeyden Abdu Ustaz. El-Bidaya muallifi naql qilgan bu rivoyatdan ve başqa xulafai Raşidinlarning icraatlaridan bilib olishga bo'ladi-ki, xalifa saylash shura orqali musulmonlarning roziligi bilan bo'ladi. Dadadan o'g'liga varis yo'li bilan bo'lmaydi. Yeni kelib xalifelikni zo'rlik bilan egilib olish, kuch ishlatib bu maqomga o'ltirib olish musulmonlarning aqligimi kelib qoladigan ish emas edi. Saltanat bilan xalifelik o'ttirisidagi farqni sahobalar nihoyat yaxshi bilatdi. Abu Musa al-Ash'ari Masruq bin Ajda radhiyallohu anhuga imomat, yetakchilik, kengash orqali hal qilinadi. Padişahlık qilishning kuchi orqali qo'lga keltirildi. Yani İbn Sa'd Tabaqat degan kitobidan ilinibdi deb ta'riflagan edi. Yana sahobalarning xalifelik va saltanat tushanchisini isbotlaydigan bu so'zlarini İbn Sa'dning Tabaqat nomli kitobidan naql olayli. Hazreti Ömer bilan Salman Farisi arasida mundaq bir suhbat bo'lib o'tgan.
men halifemi yoki sultanmi? Agar sen musulmonlarning milidan bir dirham chog'liq narsani qonunsiz, haqqing bo'lmagan turuqliq elib olsang va buni kayping uchun xajlasang, o chog'da sultansan. Bunun aksi bo'lsa, xalifsan. Bu so'zlar Ömerni yig'latdi. Bir kuni Ömer dedi ki, Allohga qasam qilamanki, men xalifami, sultanmi bilolmadim. Agar sultan bo'lsam, halimga voy. Bu so'zdan keyin u yerdagi bir bilan Hazreti Ömerning o'ttirisida mundaq bir diyalog bo'lib o'tdi. Ey müminlarning amiri, xalifelik bilan saltanatning orasida bek cho'ng farq bor, dedi. Ömer so'radi. Qandaq farq bor? Xalifa haqqi bo'lmay turib, qonunsiz holda hech qandaq bir narsani ololmaydi, xajlayolmaydi. Haqqiga muvofiq shaklda xarajat qiladi. Allohga hamd sanolar aytmizki, sen shunda qilyapsan. Podshoh xalqqa zulm qiladi. Davlatning milini xohlagancha ishlatadi. Boshqalarga bir yetadi, hech kim uningga bir nima deya olmaydi. Bu gapni Ibn Sa'dning tabaqatdan olibdikan. Onun aldığımı üstüdeki imamet, yetekçilik, kengaş arkalı hal kılındı, padişahlık kılışının gücü arkalı kolu keltirdi degenge. Onun da İbn Sa'd'ның Tabakat degen eserden aptiken kadirli qarindaşlar. Raşid ve Murşid halifeler Beytul malını ümmetinin hakkı deb qabul qilgan ve bu hususta nihayet astoydillik bilan muomala qilgan idi. Hatta Hazreti Osman mu xalifa bo'lgandan keyin ba'zi ijroatlarda burunqilarning qilganlarini o'rnak ko'rsatib turib, so'raganlarga ularning ziyoda astoydil bo'lib ketganligini aytgan edi. Şuraning ching turishi bilan Hazreti Abu Bakrga yillik 4000 dirhamga yetilgan maosh bekitilgan edi. Ammo vafot bo'lganda mirosidan 8000 dirhamning Beytul malga qaytarilishi kerakligi haqidagi vasiyati orqali bu jihatdagi ehtiyotchan muomalasini ifodalagan. Ya'ni Beytul maldan olganlarini hassalab qaytargan edi. Hazreti Ali Muaviyaga o'xshash xalqqa pul ve hediye tarqitish orqali o'ziga tarafdor yig'ishni tavsiya qilgan takliflarni shiddat bilan rad qilib, mundaq degan edi. Sizlar bu şekilde qonunga, yani şeriatga uygun bo'lmagan ve qamlashmagan usullar bilan ishimni hal qilishimni arzu qilyapsizlar. Shundaqmi? Yana Hazreti Alining qarindishi Aqil Beytul maldan pul so'ragan vaqtda bu qandaq gap? Senin qarindishing musulmonlarning milini sana berib, o'zi cehennemning yo'lini tutsin. Shundaqmi? deb rad qilgan edi. Shuning bilan qarindishi xalifaga qarshi isyon qilgan, Şam qo'shini tarafga o'tib ketgan. Bu gapmo Tabari tarixdan ilinibdi. Raşid xalifalarning davlat g'azinasi haqidagi ehtiyotchan muomalasiga misol sifatida yana nurg'un o'rnaklarni bergili bo'ladi. Rasulullahning adolatning ustunligi nuqtasida qandoq astoydillik bilan muomala qilganlik haqida to'xtalib o'tgan edik. Onun izidan mangan xulafai Raşidlarmo bu noktaga alaylı ko'ngil bo'lib, onun dafsanda qilinishiga yo'l qo'ymagan edi. Bu haqda İmam Ebu Yusufning Kitabul Hajmlik asrida to'liq bir misol naql qilingan. Hazreti Ömer haj mavsumida hajga kelgan valilarni yig'ib mundaq deydi: "Ey insonlar, valilarimizni sizlarga adolat bilan muomala qilsin deb evatdim. Ular sizlarning qininglarga, tininglarga, milinglarga chiqilsin deb evatmedim. Kimning haqqi dafsanda qilingan bo'lsa, o'rnidan tursin." O kuni birisi o'rnidan turdi ve dedi ki, "Senin valiying meni 100 qamchi urdi." Ömer, "Onu tepip aldımga elip gel. Men mi onu 100 qamchi uraman" dedi. Amr bin As o'rnidan turdi ve özünü mundaq aqladı. "Ey müminlerin emri, senin valilarga bundaq muomala qilishing keyincha bir odatga aylanib qoladi ve valilarga egri keladigan bo'lib qoladi. Allohga madihlar bo'lsin ki, Rasulullahning o'z-o'ziga had qo'yganligini ko'rdim. Onun egri kelmaydigan ish
amirlarga egir kilemdiken dedi ve davagerge qarab ornundan tur ve qisasını al dedi. Ondaqda boldu qil, onu razı qılaylı. Bu ikkilarning arasındaki iş. Davagerni her qamchiga 2 dinar altın tölen berish arqali razı qilgan bo'ldi. El-Qazi Ebu Yusuf Kitabul Harac 116 betden elinip diken qadrli qarindoshlar bu gap. Raşid xalifalar bu astoydillikni jaholiyat asabiyati, yani qabilvozligining qaytadan bosh aylanib özünü ko'rsatgan holatda edi. Yani Raşid xalifalar bu astoydillikni jaholiyat asabiyati, qabilvozligining qaytadan bosh ko'tarib chiqmasligi uchun ko'rsatgan edi. Çünkü Resulullah rad qilgan jaholiyat asabiyati yangi musulmon bo'lganlarning zihnidan texi butunlay tozlanmagan bo'lib, bu xil asabiyat tushunchisi har qanday bir yerda fursat topsila tushunchadan amini harakatga aylanib o'zini ko'rsatadigan holat edi debdi. Asabiyat ularni g'alati muomalalarga mubtalo qiladi. Resulullah ve Raşid xalifa zamanında musulmonlarga jang e'lon qilgan qabilalar ulusçuluk, yani qabilvozlik sha'niga jang qilishadi. Öz davrining qabilvoz arablarının efsanevi dahisi Ebu Cehil idi. Çünkü Ebu Cehil'nin Resulullah'a karşı qilgan kurushining hal qilg'uch amili dinni himoya qilish qayg'usi emas, balki qabilvozlik edi. Bu haqda Bayhaqi rivoyat qilgan tuvandagi naql kishini o'yga soladi. Qadrli qarindoshlar, besh bet, 6 betlik, 5 betlik nas o'qibdimiz. Endi azazdan o'qisak, hamda qabilvozlik mazmuniga keldik 52-betda, yani asabiyat. Bu nuqtada biraz keyingi saatlik derslerine 5. halkımızda toxtalsak, shunda maqsad bo'g'idek deb o'yladik. Qadrli qarindoshlar, bizni tanishib berganinglar uchun rahmat. Hozir kamgacha necha minutlik 17 minut bo'pti. Allohning o'ziga omonat bo'linglar, az bo'lsin, so'z bo'lsin degan bir uslubda davom qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.